Kokoshni operatsiya qilgan doktor va nihoyat aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kokoshni operatsiya qilgan doktor va nihoyat atvet qildi. Kokoshni atrofidagilar aynitdi. U bilan yaxshi munosabatda edik. Uning ahvoli o'ladigan, sog'liqqa jiddiy ziyon zarar yetkazadigan darajada og'ir emas edi. O'sha ayol kelganidan keyin hamma narsa 180 gradusga o'zgarib ketdi. Men tushunmayapman. Hozir hamma bir tomonni fikrini inobatga olyapti. Ikkinchi tomonni hech kim eshitgani yo'q deydi uni operatsiya qilgan shifokor. Kokosh operatsiya qilingan xususiy klinika qattiq nazoratga olindi. Kokosh va shifokorlarning taqdiri nima bo'ldi? Klinikada surishtiruv olib borgan Ahad Qayum bu masalaga nimaga aralashdi? Hamma hayratda. Bizning urushlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kokoshni o'zimizning государственный eng zo'r, judayam go'zal, palatalari zo'r, katta professorlarning qo'lida tajribali shifokorlari bor klinikamizga yotqizishdi. Buning hammasini kim qildi deb o'ylaysiz? Atrofida voy deb yurgan insonlar yordam beringlar deganlar emas. Aksincha, Munisa Rizayeva buning hammasini organizavat qilib, joylashtirib, hammasini go'zal qildi. Ertadan Xudo xohlasa hamma protseduralari boshlanadi. Bir yarim oyning ichida Kokosh o'zi istoriyalarga chiqib, o'zi so'zlab beradi, oyoqqa turib ketadi Xudo xohlasa. Shu kasofat частный klinikalarga borib hech narsa qildirmanglar. Men o'zimdan o'zim doktorlarni yomon deb chiqmayman. Именно частный klinikalardagi ba'zi bir doktorlarni, qassoblarni aytdim. Kokosh qassob doktorga aldaganidan keyin yig'lab, "Bo'ldi, charchadim. Men o'zim davolanaman. Pulimga kuchim qolmadi" deganidan keyin Munisa opa kelib hammasini o'z zimmasiga oldi. Hozir Kokosh dam olishi kerak. O'ziga kelgunicha 2 oylar vaqt ketadi. Blogerlar kelib uni bezovta qilmanglar. Uji Kokosh jonidan to'yib ketdi, charchadi. Mish-mish, ig'vo, fisqu fasod, PR gaplardan charchadi. Bechora dam olsin. Gap so'zlari to'xtataylik. U yaxshi joyda, yaxshi qo'llarda. Hamma joyi bitib ketsin, keyin hammasini gaplashasizlar. Hozir oldiga borib, ig'vo fasod qilishni to'xtatinglar. Blogerlar, aktrisalar uni ko'rishga ham borishmasangiz yaxshi bo'lardi. Uning ahvoli tiklansa, o'zi aloqaga chiqib, o'zi hamma ma'lumotni sizlarga yetkazadi. Kokosh qiyin kunlarni boshidan kechirdi. Hozir unga ham qiyin. Uni ham tushunish, qo'llab-quvvatlash kerak. Ichki ishlar bo'limiga va xodimlariga, Sog'liqni saqlash vazirligiga katta rahmat. Kelib hamma narsani o'rganib, nazoratga oldi. Hozir klinikani yopib qo'yishgan. Katta tekshiruv ketyapti. Allohga shukr, Halima opani kuni boshiga tushmadi Kokoshni. Duoda bo'lib turinglar. Uni bezovta qilmaslikka, ahvolidan xabar olishni istaganlar esa tuzalishini kutishga harakat qilishingizni so'rab qolaman. Barchangizdan jon kuydirganingiz uchun minnatdorman. Men o'ylagan edim, O'zbekistonda qonunlar ishlamaydi deb. Ammo men hamma doktorlarni nazarda tutib gapirganim yo'q. Ayrim частный klinikadagi shifokorlarni, vrachlarni nazarda tutib gapirdim. Ammo o'z ishining professorlariga kattakon rahmat aytaman. Barchangizdan Kokoshni duo qilishingizni iltimos qilardim deya fikr yo'llagan Jasmin o'zining ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida.